89'u 3-cü qismini ko'rib o'tamiz. Birinci misolimiz tangent x teng 2 bo'lsa, tenglamani ichingda ko't. O'zi formulasi tangent x teng a bo'lsa, x teng arc tangent a plus pk degan formula edi. Demak, uni x teng arc tangent 2 plus pk degan javob bo'ladi ekan. Keyingisida x teng arc tangent 1 plus pk. Endi buni ishlasa bo'ladi. Tangent qachon 1 ga teng? X teng pi taqsim 4 plus pk degan javob chiqadi. Keyingisi 3x teng arc tangent minus x + 3 plus pk. 3x teng tangent qachon minus x + 3 ga teng? Minus 60 gradusda x + 3 ga teng, minusdan plus pk. Endi 3 ga bo'lib bersam minus 20 gradus plus. Endi bu gradusda turgan uchun bu pi ni ham gradusga o'tib 3 ga bo'lsam 60 gradus k bo'ladi. Javob bo'ladi ekan. Keyingisi x + 3 ni o'zini chap tarafda qoldirib tangentni o'ng tarafga o'tkazsam. Endi tangent qachon x + 3 ga teng? Shunda x minus pi taqsim 5 deganimiz arc tangent x + 3 plus pk. Bu 60 gradus bo'ladi bu yeri. Bu minus pi taqsim 5 bu yoqqa plus bo'lib o'tsa, x teng 96 gradus plus 180 gradus ko'paygan k bo'ladi. 4-chi arc tangent x plus 3 x taqsim 3 plus 4 teng pi taqsim 3 olsa, bu ikki tarafini ham tangent davarsak, shunday bo'ladi. Endi tangent arc tangent bo'lsa, bular qisqaradidan shuni o'zi qoladi. Tangent pi taqsim 3 da x + 3 ga teng. X teng x + 3 minus 4 taqsim ko'paygan 3 bo'ladi. Javob bo'ladi. Keyingisi ko'paytma 0 bo'lish uchun shu har bir qovusning javobi 0 etib qo'yadi. Ya'ni har bir qovus oddenniy javob bo'lib qoladi. Buni ishlasak, arc tangent 2 plus pk bo'ladi. Buni ishlasak esa x teng plus minus arc cosinus 1 taqsim 2, ya'ni pi taqsim 3 plus 2 pk degan javob chiqadi. Shu bilan javob bo'lib qoladi, bilan bo'lib qoladi. Keyingisi bu misolimizda tangent x ni a desak, tangent kvadrat x'imiz a kvadrat bo'ladi. A kvadrat minus 2 minus 3 teng 0. A deganimiz 3 bilan minus 1 chiqadi. A teng 3, a teng minus 1. Yana o'rniga tangent x ni qo'yamiz. X teng arc tangent 3 plus pk. X teng buni ishlasak minus 45 gradus plus pk degan javob bo'ladi ekan. Keyingisi 2 plus 3x deganimiz minus 45 gradus plus 180 gradus ko'paygan k ga teng. 2 ni ayirsam 3x deganimiz minus 147 plus 180 ko'paygan k. 3 ga bo'lsam minus 47 gradus taqsim 3 plus 60 ko'paygan k bo'ladi. 4-chi misolimiz
Bu yerda logaritm ekan, suzdirsak tangens pi x taqsim 12 deganimiz izosi 3 bo'ladi. Endi tangens qoidasidan pi x taqsim 12 deganimiz 60 gradus plus 180 ko'paygan 2 bo'ladi. Endi meni 60 ga bo'lib bersam, shu pi da ham 180 3 x taqsim 12 teng 1 plus 3 ga bo'ladi. Endi bu 3 bilan 12 qisqarsa bu yerda 4 qoladi. 4 ni bu yoqqa ko'paytirsam x deganimiz 4 plus 12 k degan javob chiqadi ekan. Tenglamaning kichik musbat ildizini toping deb qo'ydi ekan. Shuning uchun k ga 0 bersam x teng 4 degan javob chiqadi.